Assalomu alaykum aka-ukalar, vodiy xodozlar obunachilari. Bugun hammani qiynayotgan dolzarb mavzuga o'tamiz. Ha deb xolos sotuvga xolos qo'ya olmay bir manfaatli video chiqaray dedim mana bugun. Xudo xolasa ko'pchilikda men 99% desam to'g'ri bo'ladi. 99% odamlar kuzatyapman. Joyi so'g'roq odamlar hammasini xolozlari, to'g'rilari bundoq qilib yotibdi. Ashi endi buni keskin sovib ketishiga bo'lyapti bu narsalar. Endi hozir ashunga men ashuni oldini olishdi, ashunaqa bo'lganlarni ham xudo xolasa tuzatadigan narsa bir sizlarga aralashma yasamoqchiman. Ashuni ko'rib xudo xolasa yasab hech yo'q bir haftada bir berib tursalaring juda foydali bo'ladi. Mana birinchi o'rinda endi hammasini nimaga foydasi borligini aytib o'taman, ammo karamni qo'shamiz. Karam juda immunitetni ko'taradigan narsa. Xolos to'q makonlar immuniteti baland bo'lsa, xudo xolasa tuzalish oson bo'ladi mana. Bitta cho'pperga solinadi. Keyin piyoz. Bu grippni yozadigan narsa bo'ladi. Juda kuchli yozadi grippni. Misol eski tabobatda o'zimiznikilar ham piyozdan foyda qilib davo topishgan. Keyin mo chesnoy. Chesnoy ham juda kuchli narsa. Uni hammalaring bilsalaring kerak nimaga foydasi borligini. Chesnoyni ham solamiz aka-ukalar. Bu Bolgarskiyni foydasi quvvatni oshiradi, immunitetni ko'taradi bu ham. Xudo xolasa mana shularni aralashtirib, hech yo'q bir haftada bir marta berib tursalaring juda foydali bo'ladi aka-ukalar. Keyin videomiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa bitta obunani bosib, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin aka-ukalar. Xudo xolasa zo'r narsalar. Mana shularni qilib, hech yo'q bir haftada bir yegizib tursalaring xolozlar, to'g'lar kasal bo'lmaydi xudo xolasa. Keyin mana qalampir. Qalampir achchiq narsa, grippni yozgan juda foydasi kuchli buni ham. Mana aka-ukalar, qalampirlarni maydalab cho'pperga solinadi, xudo xolasa. Bitta aylantirib hammasini maydalab olamiz. Keyin yana oldinda eng kuchli narsa grippni yozgani, to'g'larni grippini yozgani. Men o'zim sinab ko'ryapman, xudo xolasa o'ta zo'r bo'lyapti. Mana limon. Limon ko'ringni bilsalaring, limon narsa kuchli narsa. Buni ham maydalab ichiga solamiz. Mana. Xudo xolasa aka-ukalar mana shuni hech yo'q bir haftada bir 10 kunda bir qilib tursalaring to'g'laring sog'lom yuraveradi. Mana hammasini soldik. Ko'p narsalarni ko'p bo'lsa 2 marta aylantirasizlar. Uni olib turaylik, mana taxtani olib turamiz. Mana. Mayda qilib olasizlar. Xolasa maydalab oldik. Qum bo'lib ketdi, qum. Mana. Buni endi aka-ukalar yana bir narsalar bor qo'shiladigan, o'zlaring xohlasalaring uni ham qo'shishlaring mumkin. Murch, keyin zanjabil kukuni bo'ladi. Bilsalaring, ashlarni qo'shib mana shu narsaga aralashtirib turib, mana ko'ringlar. Mayda bo'lib ketdi. Zanjabil, murch hammasini qo'shib aralashtirib to'g'larga beraverasizlar. Mana biz ham berib ko'ramiz, yeyishini ko'ramiz. Qani? Mana yeyapti xudo xolasa. Mana. To'g'larimiz, xolozlarimiz yeyapti. Mana menikilar ham bo'lyapti, mana shu narsa bo'lyapti. Bo'lgani uchun iloji yo'q majbur bo'ldim mana shu narsani tayyorlagani. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'lsa bitta obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaringiz xursand bo'lamiz. Ko'proq tarqaydi videomiz. Iloji bo'lsa akalar, ukalar do'stlaringizga jo'natib, pozitsiya qilib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan bariga nar kanalimda bor videolar, toblashlarni ham chiqaraveramiz. Bu kanalimda ham xolozlar, sotuvdagi xolozlar, yaxshi xolozlar chiqarishga harakat qilamiz. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar.
Bundan beriga xudo xolasa mana sovuq tushyapti. Xo'rozlar, tovuqlar kasalliklari ko'payyapti. Shu kasalliklarni tuzatishga foydali bo'lgan maslahatlarni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Savollaring bo'lsa kommentariyada yozib qo'yasizlar. Nomerim kerak bo'lsa kommentariyada yozsalaring yozib beraman. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.